Короче, ertalabdan chemodanlarimni yig'ishtirdim va sizlar bilan kecha olgan kosmetichkalarimni raspаковка qilmoqchiman. Kosmetichka oldim, mana bunaqa. Shunaqa udobniy ekan-chi mana. Men o'zimniki eskirgandi. Mana bu eskisi, mana yangisini oldim. Pudra bu, taroq oldim. Har doim makiyaj qilib yuradiganlarga sabr tilayman, chunki shu 4 ta narsam $100 oshdi. Mana bunaqa narsa oldim, korobkasini ochdim. Bu highlighter. Pomadaga o'xshab ochilar ekan, lekin shunaqa zo'r bleskcha beradi, ishoninglar. Sponjik oldim. Eng yaxshisi shu dedilar. Michlarka oldim kichkinasidan. Mana bunaqa rumyanalarni qo'yish uchun kist. B5 ga ishlataman, o'zimning magazinimdan Lechon. Xo'sh, bu yoqda menda yana nima bor? Suxoy rumyana oldim. Mana kichkinacha narsa 100 ming. Oldim. Bu yoqda kontur bor, rumyanasi bor. Tipa buni ko'zinglarning tepasiga qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Tachelka oldim. Necha marta tachelka olganimdan sinib ketgan, ko'p bu yaxshisi dedilar. Kontur oldim. Makiyajlarimda umuman kontur ishlatmaganman, lekin bu safar ishlatib qo'ymoqchiman, shuning uchun oldim. Tipa tushadi. Eng yaxshi ko'radigan narsalarim mana bunaqa qarandashlar. Qora, oq ham oldim. Har xil rangidan oldim va o'sha legendarniy yoshligimdan birinchi boshlagan konturim 27 bilan 04. Gulida gonambelarda urushib shu ikkita konturni ishlatardik. Shuncha oldim. Mana shu tenimga xiyonat qilmayman. Yaxshi ko'raman shu tenimni. Mana shunaqa ten topolmagan, mana shunaqa yengil, shunaqa nejniy. Men xohlaydigan hamma ranglar bor-da. Men bleskchalar ko'pincha ishlataman, ozgina. Va yangisini oldim. O'sha buni ko'tarib yurish takda uyat. Shuning uchun bunaqa yangisini oldim. Buni sizlarga ko'rsataman. Tadam. Voy, men bu yoqdagi bardaklar ko'rinib ketdi-ku. Zdrasте. Asalmi? Asal rangchalari bor ekan, men bunga deb o'xshab ketadi rangi. Dahshat. Va nihoyat. Sig'di hamma kosmetika. Давайте ikkita yangi olgan sumочкамni ham ko'rsataman. Birinchisi mana bunaqa. Qora. Asadigan такой. Chinokcha такой. Va men bu asachani oldim. Krasivo-da. Shu bilan, всем пока.